أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 28. Sure Qasas Mekkede nazil bo'lgan 88 oyat. Nayt shafqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ta sin mim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Iymon etgan qavm uchun sana Musa va Fir'avn qissasini haqliq asosda o'qib beramiz. Shubhisizki, Fir'avn Misr zaminida zo'mgarlikda haddidan oshdi. Aholisini bo'laklarga bo'lib, ulardan bir toifa, ya'ni Bani Isroilni bo'zaq qildi. Ularning o'g'illarini o'ltirib, qizlarini xizmatga selish uchun tirik qoldirdi. Fir'avn haqiqatan buzg'unchilardan edi. Biz Misr zaminida bo'zaq qilinganlarga marhamat qilishni iroda qilamiz. Ularni yo'lboshchilardan qilishni, ularni Fir'avn va uning qavmining mulkiga varis qilishni iroda qilamiz. Ularni Misr zaminida kuch-quvvatga ega qilmoqchimiz. Biz Fir'avnga, Vazri Hamonga va ularning qo'shiniga, ular yana bo'zaq qilinganlardan qo'rqadigan narsani ko'rsatamiz. Musaning onasiga ilhom bilan bildirdikki, Musani emitgin. Uning ziyonkashligiga uchrashidan qo'rqsang, uni sanduqqa silib daryoga, ya'ni Nil daryosiga tashlagin. Uni halok bo'lamdikin deb qo'rqmagin. Uning firoqidan qayg'urmagin. Uni cho'qib sana qaytaramiz va uni payg'ambarlardan qilamiz. Fir'avnning oilasidagilar Musani Nil daryosidan suzib oldi. Oqibat Musa ularga dushman va xafaliq bo'ldi. Shubhisizki, Fir'avn, Haman va ularning qo'shinlari xatolashgan edi. Fir'avnning ayoli, bu bola menga va sana ko'z nuri, ya'ni xushalliq bo'lsin. Uni o'ltirmanglar. Balki u bizga foyda yetkiza yoki uni o'g'il qilib olamiz dedi. Halbuki ular Fir'avnning va uning yordamchilarining halokatining Musaning qo'lida bo'lganligini uqmaydi. Musaning onasi Musaning Fir'avnning qo'liga tushib qolganligini anglab, asosini yo'qotdi. Uning Allohning balini qaytarish va'dasiga ishonguchilardan bo'lishi uchun uning ko'nglini xotirjam qilmagan bo'lsak, u balani oshkorlab qo'yg'ili tas qolgan edi. Onasi Musaning hamshirasiga xabarni o'qish uchun Musaga agashgin dedi. Hamshirasi Musani yiroqdan ko'rib turdi. Halbuki ular uni tuymaydi. O'z onasi kelishdan ilgari Musani sut emgizguchi ayollarning emitishdan to'sdiq. Musaning hamshirasi sizlarga Musani obdan boqadigan bir oilani ko'rsatib qo'yaymi? Ular Musani ixlos bilan boqadi dedi. Onasining xushal bo'lishi, qayg'urmasligi va Allohning va'dasining haq ekanligini bilish uchun biz Musani uningga qaytardik. Lekin insonlarning to'lisi Allohning va'dasi haq ekanligini bilmaydi. Musa o'sib yetilganda, aqli to'shqanda uningga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Biz yaxshilarga mushundaq mukofot beramiz. Musa shahar aholisidan hech kishini ko'ngili bo'lmaydigan bir vaqtda shaharga kirdi. O shaharda ikki kishining urushayotganligini ko'rdi. Urushayotganlardan biri o'z qavmidan bo'lsa, yana biri uning dushmani edi. O'z qavmidan bo'lgan odam dushmaniga qarshi uningdan yordam tiladi. Musa uni musht bilan birini urib o'ltirib qo'ydi. Musa aytdi: "Bu shaytonning ishidir. Shubhisizki, shayton ozdirg'uvchi oshkora dushmandir." Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan o'zimga zulm qildim. Menga mag'firat qilgin." Alloh uningga mag'firat qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, nihoyat mehribondir. Musa aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilganlik ne'matingning sababi bilan men hargiz gunohkorlarga yordamchi bo'lmayman." Musa atsa atdiganda qo'rqinish ichida atrofga qarab, shahar orlab yuradi. To'satdan tunugun uningdan yordam tilgan odam bir qipti bilan urushib turgan holda Musadan yana yordam tiladi. Musa uningga: "Sen haqiqatan oshkora gumroh ekansan" dedi. Shuning bilan Musa ikkisining o'rtaq dushmani bo'lgan odam, ya'ni qiptiga qo'l uzatmoqchi bo'lganda yordam tilgan odam: "Ey Musa, sen tunugun bir odamni o'ltirgandek meni o'ltirmoqchimisan? Sen zaminda isloq qiluvchilardan bo'lishni xohlamay, faqat zo'migar bo'lishni xohlaysan" dedi. Bir odam shaharning yiroq yerdan oldirab kelib: "Ey Musa,
shubhisizki kattalar seni o'ltirishni maslahat qilishyotdi. Shahardan darhol qochib ketgin. Men albatta sana sodiq kishilardanman dedi. Musa qo'rqinish ichida atrofga boqqan holda shahardan chiqdi. O, ey Parvardigorim, meni zolim qavmdan qutqizgin dedi. O Madyan tarafga yuzlangan chaqda Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga yetaklashi mumkin dedi. Musa Madyandagi bir buloqning yeniga kelganda mollarni sug'urayotgan bir to'p kishilarni ko'rdi. Ulardan boshqa yana qo'ylarni suvdan to'sib turgan ikki ayolni ko'rdi. Musa ularga sizlarga nima bo'ldi? Yana qo'ylaringlarni suvdan to'sib turibsizlar dedi. Ular podsholar qo'ylarini sug'urib bo'lgandan keyin ondan biz sug'urimiz, otimiz bo'lsa yashinib qolgan buvaydir dedi. Musa ularning qo'ylarini sug'urib berdi. Ondan orqasiga burilib bir daraxtning soyasiga berib o'ltirib, Parvardigorim, menga rizqdan nimani bersang, men haqiqatan uningga muhtoj dedi. Ularning, ya'ni o ikki ayolning biri Musaning yeniga uyatchanlik bilan mengib kelib, qo'ylarimizni sug'urib berganligingning haqqini berish uchun otam seni rostilla chaqirdi dedi. Musa uning ya'ni Shuaybning qishiga kelib ahvolni hikoya qilib berdi. Shuayb qo'rqmagin, zolim qavmdan qutulding dedi. Ularning ya'ni ayollarning biri aytdi: "Ey ota, uni sen ishlatgin. Bu sen ishlatganlarning eng yaxshisidir, kuchlik, ishonchlikdir." O ya'ni Shuayb aytdi: "Menga 8 yil ishlab berishing badaliga sana bu ikki qizimning birini berishni xohlayman. Agar 10 yilni to'shqizib olsang, u mu ixtiyoring. 10 yilni shart qilib seni mushaqqatga selib qo'yishni xohlamayman. Alloh xolisa mening yaxshi odam ekanligimni bayqaysan." Musa aytdi: "Bu ikkimizning oramizdagi to'xtamdir. 2 muddat, ya'ni 8 yil bilan 10 yilning qaysini to'shqizsam to'shqizay. Menga ortiqcha talab qo'yishga bo'lmaydi. Alloh bizning so'zimizga guvohdir." Musa o'zaro kelishgan muddatni, ya'ni kelishgan muddatning to'liq bo'lgan 10 yilni to'shqizgandan keyin ayolni elib Misrga qarab yo'lga chiqdi. U Turtig'i tarafda o't ko'rdi. U ayoliga: "Shubhisizki, men yiroqdan o't ko'rdim. U yerdan men sizlarga bir xabar olib kelay. Ya sizlarning isinishinglar uchun o'tdan bir parcha cho'g' olib kelay" dedi. Musa alayhissalom o'tning yeniga kelib, uning o't emas nur ekanligini bildi. Musa o'tning yeniga kelganda, vodining o'ng tarafining girvigiga to'g'ri keladigan muborak joydagi daraxt tarafdan mundaq nida anglandi: "Ey Musa, sana so'z qilayotgan men haqiqatan olamlarning Parvardigori Allohdirman. Sen hasangni tashlag'in." Musa hassining go'yo ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib qochdi. Keyniga qaramadi. Nido qilindiki: "Ey Musa, oldinga mang'in, qo'rqmag'in. Sen haqiqatan qo'rqinishdan amin bo'lg'uvchilardansan. Qo'lingni qo'yningga sog'in. U hech qanday illatsiz bir parcha oydek parlab, oppoq bo'lib chiqadi. Qo'rqinishni dabiy qilish uchun qo'lingni yig'ib olgin, yana qo'yningga selib olgin." Bu ikkisi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga Parvardigoring tarafidan kelgan pakitdir. Ular haqiqatan bizning itoatimizdan chiquvchi fosiq qavm edi. Musa aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan ulardan bir odamni o'ltirib qo'ydim. Shuning uchun ular meni o'ltirishdan qo'rqaman. Qarindishim Harunning tili meninkidan ravondir. Uni men bilan payg'ambarligimni tasdiqlaydigan yordamchi qilib avatgin. Men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman." Alloh aytdi: "Qarindishing orqali seni kuchaytiramiz. Ikkinglarni g'olib qilamiz. Shuning uchun ular ikkinglarga ziyonkashlik qilolmaydi. Sizlar ikkinglar va ikkinglarga ergashganlar bizning oyatlarimiz orqali g'alaba qilasizlar." Musa ularga bizning ro'shan mo'jizlarimizni ilib kelganda, ular bu o'ydirib chiqarilgan sehrdir. Bizning ota-bovlarimizning zamonida bundaq narsalarning borlig'ini anglamagan edik dedi. Musa aytdi: "Parvardigorim, o'zining dargohidan kimning hidoyat ilib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning ega bo'ladiganligini obdan biladi. Zolimlar, ya'ni Allohga yolg'onni chaplag'uvchi fajirlar cho'qim muvaffaqiyat qozonolmaydi." Fir'avn aytdi: "Ey kattalar, men o'zimdan boshqa yana bir ilohning borlig'ini bilmayman. Ey Haman, mening uchun pishirib, egiz bir bino sog'in. Men Musaning ilohini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni
osmonda bir parvardigor bor degan da'vosida yolg'onchilardan deb gumon qilaman. Fir'avn va uning qo'shini Misr zaminida zulm qilib, iymon etishga bo'yin tovliq qildi. Ular o'zlarini biz tarafga qaytarilmaymiz deb gumon qiladi. Biz Fir'avnni va uning qo'shinlarini jazoladik. Ularni dengizga tashlavatdik. Ya'ni ularni dengizda g'arq qilavatdik. Ulardan bir odam musaqqog'ini yo'q. Ey Muhammad, zolimlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga ibrat ko'z bilan qaragin. Ularni biz do'zaxga undaydigan peshvolar qildik. Qiyomat kuni ular yordamga erishamaydi. Ya'ni qiyomat kuni ulardan azobni dafi qiladigan madadkor bo'lmaydi. Ularga bu dunyoda la'natni agashtirdik. Qiyomat kuni ular Allohning rahmatidan yiroq qilinuvchilardir. Shubhisizki, biz Nuhning qavmi Ad, Samud va Lutning qavmi qatorliq ilgirki ummatlarni halok qilgandan keyin kishilarning dillariga haqiqatni ko'radigan nur berib, ularga hidoyat va rahmat qildik. Ular vaz nasiyat olsin deb Musoga kitobni, ya'ni Tavratni berdik. Ey Muhammad, biz g'arbiy tog'ning bir tarafida Musoga vahiy nozil qilganimizda sen yo'q eding. Buni o'z ko'zing bilan ko'rmagan eding. Lekin biz nurg'un ummatlarni yaratdik. Ularning umri uzun bo'ldi. Sen Madian aholisining ichida ularga bizning oyatlarimizni tilovat qilib berguvchi bo'lganing yo'q. Lekin biz seni ulardan boshqa bir qavmga payg'ambar qilib avatdik. Biz To'rtig'ining bir tarafida Musoga so'z qilganimizda sen yo'q eding. Lekin bu sendan ilgari hech bir ogohlantiruvchi kelmagan qavmni ogohlantirishing uchun, ularning vaz nasiyat ilishi uchun Parvardigoring tarafidan nozil qilingan rahmatdir. Ularning qilgan ishlari, ya'ni kufri va gunohlari tufaylidan ularga bir azob yetsa, Parvardigorimiz bizga biror payg'ambar avatgan bo'lsang eding, sening oyatlaringga ergashatdik va mu'minlardan bo'latdik demasliklari uchun seni ularga payg'ambar qilib avatdik. Ularga biz vahiy qilgan haqiqat nozil bo'lgan chaqda, ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalatu vassalamga nemishqa Musoga berilgandek mo'jiza berilmadi dedi. Ular ilgari Musoga berilgan mo'jizalarni inkor qilmadimi? Ular Tavrat bilan Qur'on bir-birini tasdiq qiladigan sehrdir dedi. Ular biz haqiqatan ikki kitobning har birini inkor qiluvchimiz dedi. Aytqinki, agar bu ikki kitob sehrdir degan so'zinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, o ikki kitobga qaraganda Alloh tarafidan nozil bo'lgan texmi to'g'ri bir kitob keltirib beqinglar. Men uningga ergishay. Agar ular sana javob bermasa, bilginki ular faqat o'zlarining nafs xohishiga ergishadi. Allah vahiy qilgan to'g'ri yo'lni qo'yib, nafs xohishiga ergashgan kishidanmi ozg'un odam bormi? Allah haqiqatan zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Vaz nasiyat olsin deb shubhisizki ularga Qur'onni uzildirmay tushirdik. Qur'ondan ilgari biz kitob, ya'ni Injil, Tavrat nozil qilganlar, ya'ni Nasara va Yahudilarning mu'minlari Qur'onga ishonadi. Ularga Qur'on tilovat qilingan chaqda ular biz Qur'onga ishondik. Shubhisizki o Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Biz haqiqatan buningdan burun musulmon edik deydi. Ularning qilgan savr taqati uchun ularga qo'sh savob beriladi. Ular yaxshilik orqali yomonlikni dafi qiladi. Biz ularga rizq bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular behuda so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay, bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchun, sizlarga omonlik bo'lsin, biz nadonlardan do'stlik tilamaymiz deydi. Shubhisizki, sen xohlagan odamingni hidoyat qilolmaysan. Lekin Alloh o'zi xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh hidoyat topquchilarni obdan biladi. Ular agar biz sen bilan to'g'ri yo'lga ergishadigan bo'lsak, zaminimizdan haydab chiqarilamiz dedi. Ularni biz tinish haramga yerlashtirmadikmi? Haramga turli mevalarning hammasini keltirdi. Bu bizning dargoyimizdan tushirilgan rizqdir. Lekin ularning to'lisi bilmaydi. Biz nurg'un shaharni halok qildik. Ularning aholisi kayf safoliq turmush kechiradi. Bu ularning turalg'u joylaridir. Ular halok bo'lgandan keyin u joylarda ozg'ina vaqtdan tashqari odam turgan emas, ularning mol-mulki va yurtiga biz varislik qildik. Parvardigoring shaharlarning markaziga, ularning aholisiga bizning oyatlarimizni o'qib beradigan bir payg'ambar avatmagicha shaharlarni halok qiluvchi bo'lmadik.
Shaharlarning aholisi zolim bo'lmag'icha, shaharlarni halok qiluvchimi bo'lmadik. Sizlarga qandoqli narsa berilsin, u dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalardir va dunyo tirikchiligining zinnatidir. Allohning dargohidagi savob eng yaxshidir, eng boqiydir. Tushunmamsizlar? Biz yaxshi va'dani qilgan, ya'ni jannatni va'da qilgan odam uni topadi. O dunyo tirikchiligidagi foydalanadigan narsalar bilan biz foydalandirgan, ondan qiyomat kuni azobga duchor bo'lgan odam bilan o'xshashmi? Shu kuni Alloh ularga sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deb nido qiladi. O'zlariga azob tegishlik bo'lganlar, ya'ni mushriklarning cho'nglari, Parvardigorimiz, biz sening yo'lingdan ozdirganlarni, ya'ni agashkuchilarimizni o'zimiz ozgandek ozdirdik. Parvardigorimiz, ulardan yiroqlashib, sana yaqinlashdik. Ular bizga ibodat qilmaydi, faqat nafs xohishlariga ibodat qiladi deyishdi. Ularga sherik keltirgan ma'budlaringlarni chaqiringlar deyilgan aman, ular sherik keltirgan ma'budlarni chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kofir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi chaqda hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qiladi. O kunda Alloh ularga nido qilib aytadi. Payg'ambarlarga nima bilan javob berdinglar? O kunda ularga barliq xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishguvchilardan bo'lishi umidlikdir. Allah maxluqotdan xoliqini yaratadi, xolgan odamni payg'ambarlikka tanlaydi. Tanlash huquqi ularda emas. Allah pokdir, ularning sherik keltirganlardan ustundir. Parvardigoring ularning dillarida yoshirin tutganlarini va eg'izlarida deganlarini bilib turadi. O Allohdir. Onundan bilak hech ma'budi barhaq yo'qdir. Dunyo va oxiratda jimi hamda sana Allohga mansubdir. Hukm chiqarish Allohga mansubdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Aytib beqinglarcha, agar Alloh kechini sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga yo'ruqlik elib kelalaydi? Sizlar anglamamsizlar degin. Aytib beqinglarcha, agar Alloh kunduzni sizlar uchun qiyomat kunigacha so'zadigan bo'lsa, Allohdan bilak qaysi iloh sizlarga orom elishinglar uchun kechini elib kelalaydi? Sizlar ko'mamsizlar degin. Sizlarni kechida orom olsin, kunduzda hayotlik yo'lida harakatlanib, Allohning fazlini talab qilsin va Allohning ne'matlariga shukr qilsin deb, sizlar uchun kechi bilan kunduzni yaratishi Allohning rahmatidandir. O kunda Alloh ularga nido qilib, sizlar gumon qilgan mening sheriklarim qayerda deydi. Biz har ummatdan ularning amallariga guvohlik beradigan bir guvohchi, ya'ni payg'ambarni chiqaramiz. Faktlaringlarni keltiringlar deymiz. Ondan ular haqiqatning Allohga mansub ekanligini biladi. Ularning o'ydirib chiqargan narsalari, ya'ni ma'budlari o'zlarini ulardan chetga oladi. Qarun haqiqatan Musoning qavmidan edi. Qarun ularga yo'g'onlik qildi. Qarunga xazinalardan shu qadar ko'p bergan ediki, ularning oshqushlarini ko'tirish kuchlik bir jamoaga haqiqatan ig'irlik qiladi. Ayni vaqtda Qarunning qavmi etdi. Ko'ranglab ketma. Allah haqiqatan ko'ranglab ketguvchilarni do'st tutmaydi. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilegin. Dunyodagi nisivangni unutmagin. Allah sana yaxshilik qilgandek, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilamagin. Allah haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilarni do'st tutmaydi. Qarun, mening alohida bilimim bo'lganlikdan bu boylikqa erishdim dedi. Qarundan ilgari o'tgan ummatlardan onunga qaraganda texmo kuchlik, to'plagan meli texmo ko'p bo'lgan kishilarni Allohning halaq qilganligini o bilmadimi? Gunohkorlarning gunohlarining so'rilishi Allah buni bilganligi uchun ajatsizdir. Qarun o'z qavmining oldiga barliq zinnati bilan hashamatlik oldi chiqdi. Dunyo tirikchiligini ko'zlaydiganlar, koshki bizga Qarunga berilgandek boylik berilsa, o haqiqatan dunyolikdan cho'ng nasibiga ega ekan dedi. Ilmli kishilar, voy sizlarga! Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishiga Allohning savobi yaxshidir. O savob faqat savr qiluvchilarga beriladi dedi. Qarunni uning uyi bilan qo'shib yerga yutqizdik. Uningdan Allohning azobini dafi qiladigan bir jamoa bo'lmadi.
Qarun o'zini qo'g'diyolmadi. Tünügün texi Qarunning darajasini arzu qilganlar deyishdiki, "Pah, ko'rdingmi? Allah bandalaridan xohlagan odamning rizqini keng qiladi ekan. Xohlagan odamning rizqini tar qiladi ekan. Allah bizga marhamat qilmagan, ya'ni arzu qilganimizni bergan bo'lsa edi, bizni albatta yer yutatdi. Voy ko'rdingmi? Kofirlar nijot topolmaydi." Ana shu oxirat yurtini yer yuzida cho'nchilik qilishni va buzg'unchilik qilishni ko'zlaydiganlarga xos qildik. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansubdir. Kimki yaxshi ish qiladi ekan, u qilgan ishlardimi yaxshi mukofotga, ya'ni qilgan yaxshiligidan natijasi ortiq savobga erishadi. Kimki yomon ish qiladi ekan, yomon ish qilganlarga faqat qilgan ishlariga yarasha jazo beriladi. Sana Qur'onni, ya'ni uni tabliq qilishni va uning ahkomlariga amal qilishni farz qilgan zot seni albatta qaytadigan yerga, ya'ni Makkaga qaytaradi. Aytganki, kimning hidoyat ib kelganligini, kimning o'p-o'chiq gumrohlikda ekanligini Parvardigori Muhammaddan obdan biladi. Sen payg'ambar bo'lishdan ilgari Qur'onning sana nozil qilinishini umid qilmagan eding. Faqat Parvardigoring rahmat qilib, sana uni nozil qildi. Kofirlarga yordamchi bo'lmagin. Sana Allohning oyatlari nozil qilingandan keyin o oyatlarga amal qilishdan kofirlar seni to'smasin. Parvardigoringga, ya'ni uni bir deb bilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Hargizmi mushriklardan bo'lmagin. Allohga qo'shib boshqa bir ilohga ibodat qilma. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allohning zotidan boshqa barliq narsa yo'q bo'ladi. Maxluqotda ijro bo'ladigan hukm faqat Allohga xosdir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilsizlar.